Andijon davlat tibbiyot institutida davolash fakulteti 333-guruh talabasi Abdullayeva Navro'za. Mavzu jigar sirrozi. Jigar sirrozi bu jigar parenximasining surunkali, progressiv, degenerativ yallig'lanishli kasalligi bo'lib, jigar hujayrasi normal hujayra, ya'ni fibroz to'qima bilan almashadi. Jigar o'zining strukturasi va funksiyasini yo'qotadi. Etiologiyasi, jigar sirrozini olib keluvchi sabablar: virusli gepatitlar, B, C, D turlari, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, autoimmun gepatitlar, ya'ni immun tizim gepatit hujayralariga hujum qiladi, yog'li jigar, dori moddalar bilan intoksikatsiyasi, genetik metabolik kasalliklar, ya'ni gemoxromatoz temir to'planishi va mis to'planishi, safro yo'llari tiqilishi, patogenizm, jigar sirrozini rivojlanish mexanizmi: surunkali jigar yallig'lanishi rivojlanadi, fibroblastlar faollashib, kaldagin ishlab chiqaradi, normal jigar hujayralari fibroz to'qima bilan almashadi, tugunlar paydo bo'ladi, jigar strukturasi o'zgaradi, portal gipertenziya va jigar funksiyasi yetishmovchiligi yuzaga keladi. Klinik belgilari: umumiy belgilarga umumiy holsizlik, charchoq, ishtahaning yo'qolishi, vazn kamayishi, ko'ngil aynishi va qusish holatlari bo'ladi. Teri va shilliq qavat o'zgarishlari: sariqlik, kaftlarda qizarish, o'rgimchak tomirlar, teleangioektaziya, astit, qorinda suyuqlik to'planishi, gormonal disbalanslar, ya'ni ginekamastiya va hayz buzilishi. Asoratlari: portal gipertenziya, ya'ni qon ketishlar, gepatik ensefalopatiya, xotira va hushyorlik buzilishi, qon evish buzilishi, giponatremiya va gipokalsemiya, organizmda natriy va kaliy miqdorlarining kamayishi. Diagnostikasi: laborator tahlillar va instrumental tekshiruvlar. Laborator tahlillarga ALT, AST, bilirubin, albumin, protromin miqdorlarini tekshirish, instrumental tekshiruvlarga ultratovush, kompyuter tomografiya yoki MRT, jigar biopsiyasi tekshiriladi. Davolash: virusli gepatitda antivirus dorilardan foydalaniladi. Spirtli sirrozda alkogoldan to'liq voz kechish kuzatiladi. Autoimmun gepatit, kortikosteroidlar va azotioprин qo'llaniladi. Simptomatik davolashda, ya'ni astitda diuretiklar va tuz cheklovi qo'llaniladi. Ensefalopatiyada laktulaza, qon ketish xavfida beta blokatorlardan foydalaniladi. Vitaminlar va mineral moddalar, dietoterapiya va transplantatsiya, oqsil cheklovi, tuzni cheklash. Jigar transplantatsiyasi oxirgi bosqichda yagona yechim jigar transplantatsiyasi hisoblanadi. Jigar sirrozini oldini olish uchun virusli gepatitlarga qarshi vositalar, spirtli ichimliklardan saqlanish, dori vositalarini ehtiyotkorlik bilan ishlatish, surunkali gepatitlarni nazorat qilish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarur.